Assalomu alaykum barchangizga. Deltron Uz'ni YouTube obunachilari, bizning kuzatuvchilarimiz yaqindan hammangizga sog'misizlar, omonmisizlar. Sizlar uchun xudo xolasa videolarni boshladik. Hozir уже birinchi videodan 200 kilovatlik obyektimizni ko'rsatacakmiz. Bu obyektimiz ishlab chiqarish korxonasi bo'ladi. Shuni o'rnatib berganmiz. Videoni oxiridan ko'rsangizlar, menimcha hammangizga manfaatli bo'ladi. Agar shu siz quyosh panellariga qiziqsangiz, o'rnatishni plan qilib yurgan bo'lsangiz, ko'rishni o'tirib maslahat beramiz videoni. Chunki bu videoda shu 200 kilovatga nechik panel qo'yilgan, nechik invertorlar qo'yilgan, nechik ustanovka bo'lgan, nechik kabellar, ustanovkalar, nechik hammasi to'g'ri standarti bo'yicha ishlanganligini ko'rsatib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek 200 kilovat sityovoy tizim, ya'ni on grid. Hozir hammasini birgalikda ustanovka qilgan ustalarimiz bilan gaplashib, savol-javob qilib ko'rib chiqamiz. Umid qilaman, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Farmon? Yaxshisiz. Rahmat, xudo xolasa. Podpischiklar uchun bir video tayyorlatamiz. Ustanovka qildingiz o'zingiz. Shuni bir qator o'zingiz tushuntirib bersangiz, bizning ekranlar yandan ko'radigan odamlarga tushunarli, manfaatli video bo'lishi uchun. Nov panellardan qo'yildi, ustanovkalar nechik bo'ldi, novlarga qo'ydingiz, masalan, santimetrlari, shiperdan balandligi, keyin ustanovka bo'lgan materiallar nechik bo'ldi, kabellar nechik bo'ldi, graduslar nechik bo'ldi, o'zi bu polniy amira shipra yoyilibdi, shuning qo'yilishi kerakmi? Bir qator o'zingiz tushuntirib bersangiz, standarti bo'yicha hamma narsani. Xo'sh, o'zi aslında 180 kompasda 180 gradusga qarab qo'yiladi aslında. Panelning yuzi standarti bo'yicha. Panelning yuzi uqlolligida bizning Xorazm viloyatida 35-37 gradusda bo'lishi kerak. Quyoshga qarab turishi. Quyoshga qarash uqlolligida yatishtirib qo'yganda. Lekin bu yerda hozir ishlab chiqarish sexina ko'proq energiya olish uchun, ko'proq sig'dirish uchun shu variantdan foydalandik. Bu yerga hozir bir 200 kilovat sig'di. Bu 200 kilovatimiz Jasolar panellaridan foydalandik. 625lik. Jasolarning 625lik panellari. Keyin buni yatishtirishimizda alyumin profillarni ishlatdik-da. Alyumin profil. Alyuminni bu shiperdan 10 santim diklanib turadi bu. Ham bu zanglamaydi, chirimaydi, umri uzoq. Ham buni e'tibor etishlaringizni so'rar edim. Ko'p yerda hozir montaj ishlari dim opasni o'tirib turibdilar-da. Ko'p yerda yong'in chiqib turibdini ko'rib yuribmiz hammamiz. Shu latoklardan, nejavka latoklardan foydalansalar, dim zo'r bo'lar edi-da. Ham bu simlarga hech qanday shikast bo'lmaydi, quyoshdan saqlanadi. O'zini PV6lik kabellardan foydalandik bunda. Montaj jarayonidan. Montajında var. Hem neleri demirden, neleri ko'p plasmasdan ishlatadilar, churib netib qoladi-da u. Sinib quyoshda yotaverib, sovuqda, issida. Ustanovka bo'lgani ertangi bir kun ustidan bossam echatmaydi, yomg'ir suv girmaydi. Agar damirdan qo'yganda churib ketadi. Damirdan baribir aksiyona beradi, churiydi, zanglaydi. Bu atsinkovka latoklardan foydalandik. Simbolik zang bo'ladigan bo'lsa, churisa, tok yuradigan narsa opasniy bo'ladi. 10 cm dedingiz, 10 cm. 10 cm shamol aylanib turadi. Tendan havo aylanishi uchun axir. Shamol aylanib turishi kerak, qizib ketmasligi uchun. O'zimizni ko'p shunday ustanovkalarni aytdik. Shundan kelib chiqqan holatda shuni yotishtirib ishladik-da buni. Ko'p odam aytishi mumkin, nechun yotishtirib qo'yibsizlar? Masalan, gradusga to'g'ri kelmaydi-ku deb. Misal buyanni o'zini bir guruhga etib ishlaymiz, gün chiqar tomonda, buyanni gün batar tomon. Lekin buyan bilan buyanni yatishtirgan tomonni ikkisini qo'shib ishlamayapmiz-da. Agar shunday ishlanganda bu yerda kerakli bir kilovat berilmaydi-da. Buni ham o'zini yo'l yo'riqlari bor. Misal buyan gradusga qarab turibmi, shuni o'zidan ishlandi. Hozir bu yerda 16dan 10 gruppa etkenimiz 100 kilovatımıza. Yine 2 inverter verdi axir. Ve de 2 inverter 100 kilovatlık. Solux inverterlerinden 100 kilovatlıktan ikisi duruptu. Her neyini 16'dan gruppa etip çıkarıp 10 gruppa etip işletip girişik kopmaz. Şunda gün çıkar tarafında bir gruppa, bir 16 grup nasıl işiydi, 10 gruppası? Bunun yine bir ne geldi? Şurada az mesela gün çıkarını özü, keyin gün batarını özü koyun. Misal bir anda 10 gruppa, bir anda 10 gruppa. Mesela bunu 10 gruppasını gün çıkarını yapar, bir invertere dıkış, bu hata. Bir anda gün batar tamamda 10 gruppanı yapar, dıkış bir invertere, o ham hata işte. Bir de
Azra 5 ta alıp qoyubmiz. Misal gün çıxarımızdan 5 qurupamızdan Gün birini batardan yetər. 5 ya. Ava gün batar tomondan 5 qurupamızın birini. Bu indi inverterə qoşub qoyubmiz. inverter nagruzka bo'lmaydi. Ava yo'q, ham ishlashində almashmishdi. Misal bu azanda quyosh chiqqandan ta bir 3gacha ishlab bersa, bu yani gün batar tomonimiz uzu 11dan keyin ta 4-5gacha olib ketadi-da. İkisi 10 almashib, baribir 3 kilovatni beradi. Bu bunda berilganın sababi shiperdan maksimal foydalanish. Maksimalni foydalanish. Agar gradusuna qo'yadigan bo'lsa, kamroq sig'ishi mumkin. Ava o'lchab hisob kitob etib ko'rdik, bir 100 kilovat ham ilmeyecek-da. Ne shundasa aralarını açış kerak, kamida 3,5 metr, 4 metr arasını açış kerak. Hozir bizada yaqin etib ishlatib turibdilar. U yozda ishlaydi, qish mavsumiga keladidan u soya tashab yotadi, umuman effekt olib bo'lmaydi-da undan. To есть birisidan soya tushsa уже ishlamaydi axir. Hozir ne shundasa bizada yozda quyosh tikka aylanadi, qishga qarab yotib aylanadi. Shuni evazinada. Misal yozda mo'ljallab qo'yib ketiladi panel, lekin qishda ular yaxshi kilovat tok bermaydi. O'sha shu yaxshi rishenya bo'lgan bo'ladi. Ko'proq energiya olish uchun shu neyden foydalanib bizga yozdirib. Endi bu yerda panelni o'lchamlaridan kelsak, bir kichik bo'ladi panel o'lchamlari. Panelni o'lchamlari metrdan ziyodroq axir. Ava 1.14 deb aytiladi, 113,5 chiqadi o'zi. Uzunluğu 2.38. 2.38. Ava 2.38 ga grubi 114. 1 metr 14 santimetr. Ha, ben so'rayjakim, bir dona panel adashmasam 35-37 kilo chiqadi. Ava ağırlığı. 16dan 10 gruppadan 20 gruppada tursiz, bir de sredniy 320 dan panel bo'lishi kerak. Plus minus. Şu üçek götərəmi, aşırıları birinci çıxıb o innovasiya alalım. Gəlib ürgənəmiz bizə, özlərimiz qoyulmasından əldən şu tam kütərəmi yox mu çəkimiz. Bunu konstruksiyalarını görüb çıxamız. Şu kütərədən bolsa keyin şu vəcdə qoyub bərəmiz bizə. Həm metal konstruksiyadan faydalansa, misal bu metal konstruksiyanın özünün ağırlıqları var. Az bizə alüminium konstruksiyadan faydalanıb qoyubuz, bu yengil nərsədən bu. Heç qanda ya həm bir vəcə etibar etiş gərək köp yerdə görüb ürpümüz özlərimizdən barğan yerlərimizdə nətədələ şimdi ustalarımız şətik getdi, su ötüb durubdu, yağmur yağan vaxtda çəkdən su ötüb durubdu deyən muammalar olub durubdu hazır. Şunu həm o germetik urğan bilən germetik həm nə desəm köpə barmıydı, bəri açıb ötürüb elədi. İlac olsa şiperini şunu tümpək yerindən vuruşumuz gərəkdən şuruplanı. Ha indi yine bu oyunla vuruladı ve şu urgan vakti şuradan su öterdi. Germetik urgan bilen hem ne yok da onu berber bir yıl bolar. Keyinçəlik bilen uzakta su öterdi o. Ha indi azı toyus bunda hem her bir ustanovka bo'lgan şunun profil shiperni g'irdina doğru geladi. Ava. Bize de şuna bir işimiz. Kapolojin yanması. Barqayımıza şu üyegəsindən ya mesela karxana tamamından bize de bir ne bu maşı gerek de işimize. Ertəng bir gün uyni egasinə ham zarar bo'lmasligi kerak. Yani shunda shiperni shu o'rnidan do'shilib turib suv o'tsa, u uyni egasina ham minus bo'ladi. İşim ettim bilan ish bitmaydi. Aytib o'tdilar, boshda kilolarni o'lchab, shu uzatilgan shiperga javob berami, javob bermaymi, sho'larni ham ahamiyat etish kerak. Shundasa, men palon kilovat qo'ydiraman shiperimni ustuna deb turib, u nagruzka berish ham to'g'ri emas menimcha. O'tirib ketish mumkin og'och ko'tarmadan. Bu yerda hozir ferma konstruksiyadan ishlangan, mahkam. Yine şunçalik ağırlıkta vəz qoysam kütərədi. Yine üstündən bir xata olsa. Əgər nə olsa deyim, indi birazı maksimalni qoyduq, yeterli. Ustamını shiperin üstüne polni yaydık dediniz. Bu indi qaysı fəsil üçün doğru gəladi? To есть qışda yaxşı işləşi nəmi, ya ili yazraqmı, qaysı küzraq? Şundasa 180-ə qoyadın bolsanız, keyin onu ya qışda yaxşı energiya beriş üçün dikləş kerak bo'ladi. Yazda quyosh ko'p turgan uchun yotistirish kerak bo'ladi. Bu qaysi biridan to'g'ri keladi? Bir sho'larni ham tushuntirib o'tsangiz. Bu to'g'ri savol berdingiz hozir. Bizada o'zi asli 45 gradusa qo'yiladidan ko'p, yani aytib o'tdim, Xorazm hududida 35 dan 37-38 graduslikda yotiqligida qo'yishimiz kerak. Lekin 45 gradusa qo'yiladi. Bu ne uchun deganda qish uchun-da. Qish uchun. Ava. Lekin bizada hozir qishda görürsüz yine bulutlu hava. Misal Haziran fevral ayı, yanvar fevral şunun gibi olur. 3 ay boladan olsa şu 3 ayını bir 45 günü şu bulutlu hava bulup ötüp giderdi de ondan hiç kanday plus yok ondan. Hava enerji alıp olmaydı da. Misal şunun için bize bir fəsildən vaz geçen halda 3 fəsildən yıl davamında 3 fəsildən yaxşı enerji alış üçün
yatırıb nətib işlə bilmiz. Ha, indi şöyle yana bir savol. Agar şu qışa qaratıp 45 ta qo'yiladigan bo'lsa, yozda yaxshi effekt bermeydi o? Yo'q. Nechun desa yozda yatıqroq bo'lgani ma'qulroq. Yatıqroq bo'lgani yaxshi. Nechun desa bizda o'lkamiz misal quyoshli-ku. 3 faslimiz azanu geç. Quyoshi yaxshi misal. Yozda ma'qulroq. Yatırıb işlə bilmizdə. Özü buni standarti bo'yicha, nechik durishi bo'yicha bir ozgina ma'lumot berjakman. Quyosh 90 gradus tushishunda yaxshi effekt beradi. Ya'ni quyosh panelini qo'ysangiz, quyosh tushishi bilan shu ugl 90 gradus chiziladigan bo'lsa, shunda size yaxshi effekt beradi. Shuni hisobidan graduslari kelib chiqadi. Men yaxshi tushundingizlar axiyri. Şöyle 90 gradus baku. Shuni indursa, quyosh tushishi shunda yaxshi effekt beradi. Endi bu ustamız aytib turganining 3 faslini qaratib qo'yilgan. Ya'ni quyosh bunda bo'ylangan hisobına yaxshi effekt beradi, chem 45 ta dik turgandan. Bu 45 dan past axir bu. Bu avay bir 20 gradus chiqadi uqloqlik, yatiqligi. Agar endi xohlasanızlar, plan qilib turgan bo'lsangizlar, siz shu videoni ko'rib turgan bo'lsangizlar, uni ham iloji bor. Sizni uyingizga qo'ydirajak bo'lsangiz, shuni proyektlatib beramiz. Xohlagan gradusda, xohlasangiz regular umyatsiya ham bo'ladi. To есть quyoshga qarab darpanadon mexanizmlar bilan. Endi uni sal budjeti kattaroq bo'ladi. Shuning hisobidan lekin undan ko'proq tok olib bilasiz. Undan endi 100% hozir ishga tayyor. İşə tayyor, hozir pastga tushib, yoqib, ishlatib ko'rsatib, topshirib ketamiz egalarga. Gördüyüzdə hazır ustanovkalar haqqında bir qator bir gaplashib, ma'lumotlarni berdi ustamız. Qaranglar, şurada öz option savol bo'ladigan bo'lsa, stansiya haqqında, ne только bu stansiya, quyosh paneline doir любой savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Har bir kommentariyaga alohida javob beramiz. Keyingi videolarimiz ham shunga qarab ma'lum bo'ladi. Ya'ni sizga nima qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyosh paneli haqqında yozib ketsangiz, biz shunga qarab video ishlab chiqaramiz. Sizlar ongzat bo'lishi uchun, sizlar tushunib, o'zingizga nechik quyosh paneli kerak bo'lishini tanlashingiz ongzat bo'lishi uchun shuni videolarni ishlaymiz. Bu stansiyamiz sitvoy. Sitvoy o'zi tizimlar haqqında bir qator ma'lumot berib bering. 3 xil tizim bor. On grid, hibrid и off grid. Bu yani on grid yani sitvoy, bu siz quyoshni olasiz, quyosh bor vaqti o'zingizga ishlatasiz, qolganini davlatga doğrudan satasiz. Keyin off grid tizim bor. Off grid bu tizim nechik bo'ladi? Svet bormagan yerlarda akkumulyator bilan ishlaydi. Quyosh paneli qo'yasiz, quyosh bor vaqti sizga akkumulyatoringizga zaryadka beradi. Keyin svet yo'q vaqti siz davlatdan ulanmagan bo'lasiz, sotib ham bilmaysiz, hech bilmaysiz. Shu akkumulyatordan tokni ishlataverasiz. Bu off grid tizim. Bu nellara yaxshi? Bu svet bormagan uzoqroq fermer xo'jaliklari, balıkçılık, shuning svet bormagan yerlarda shuning tizimdan foydalangan ma'qul. Keyin hibrid tizim ham bor. Hibrid tizimini chiqib oladigan bo'lsa, hibrid tizimi shu sitvoy tizimni batareykali varianti. Batareykali bo'ladi. Siz ham o'zingizga ishlatasiz. Quyosh panelidan kelgan tokni ham zaryadga qo'yib zapas etib bilasiz. Shundan qolganini zaryadkalaringiz to'lgandan keyin davlatga sotib bilasiz. Bu degani siz yaxshi ulan plyusda bo'lib ketasiz. Chunki siz zaryadkangizdan kechda foydalansangiz ham bo'ladi. Gündüz günü yana başından zaryadkaga qo'yib doldurasiz akkumulyatorni, kechda yana akkumulyatordan olasiz. Pochti siz davlat tokundan ishlatmaysiz. Ya'ni sizda davlat tokundan pul rasxod bo'lmaydi. Shuning tizimlari bor. Sizlarga shu videolar davomida shularni tushuntirib boramiz batafsil. Qiziq savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, yozib ketavering, hammasini javob beramiz. Endi hozir pastga tushimizdan montajning sistemasini ustanovka etgan ustamiz bilan ko'rsatib, bularni ham savol javob etamiz. Assalomu alaykum. Bir salomlashasiz podpischilarimiz bilan. Montajning yo'llari bo'yicha invertorlarimizni qo'yib, taxlab, podключayotgan ustamiz. Usta bir tushuntirib berasiz, nima gap bo'ldi, invertorlarni ulandi, zazimleniyalar, bizlar standartlar bo'yicha. Tezkor matbaa degan bir organizatsiya, zavod bu bir korxona. Ava, korxona. Bizlar avval qo'yib ketdik, beri 30 kilovat, egasi keyin qarasa yaxshi narsa bor, pribol bor. Svetaniya. Bizlarga 200 kilovat qo'ydi. Bu sexda 100 kilovat, argi sexdan 100 kilovat. 2 invertor. 2 invertor qo'yildi, ava. PV quyosh panelidan tomonidan keladigan zashitalar bo'lar. Xo'p. 10 gruppa, 16 paneldan. Bu bizlarda avtomat,
250 amperlik kabel, magistralniy kabel 120 secheniyasi, shita ketgan, glavniy shita ketgan. Bunlara aytsak, keyin quyosh panelini zashitalar 3 zashita bor. Hop. Birinchi zashita, ikkinchi zashita, uchinchi zashita. Bu chaqmoq zashitasi. Bu yuqoridan, например, bir yeri chopilib yo bir ish etsa, Panelda bo'ladigan bo'lsa problema. Kalibrovanный nelar bo'ladi? Предохранительlar bor. Az aytamiz, ko'rsatamiz yana. Yana shunday nelar bo'ladi yana. Birinchi предохранитель Bir o'zi tashiydi uni. Ava, plus minusda turadi. Bular ham plus minus и zazemleniyada bor. Bular ham olinadi yana. Bunun içinde yine plastik предохранительler var. Bir gerçek olsa atadı içinde buna. Bu ikincisi almıştık göre. Şu üzü almışladı. Çakmaka karşı. Bu yine üzü üçüncü avtomat bu yine. 3 zaşita var. Bu indi invertere gelince. Hava. Ana zazimleniyeler emmevercileri var. Bir adam zazimleniye ülengen. Bir yine 10'lık pıvızı 10 bilen ilk korpusa gitken. Birini polni korpusları hemme yerleri zazimliyon. Bu turbalardan zazimleniye bak. Hemme ucu bu balgamdan glavni aşağında ülengen. Zazimleniyeleri var. Zazimleniye... Wi-Fi'lar ham bayna Wi-Fi'lar ülengen. Bizim görüp oturuveresen. Bu Wi-Fi'den yakaraktan görsəsiniz. Bize ülep koyupmuz yine üzlerimizde nelerimiz. Например, yine hazır aytama 10 kilovatlık üzerimiz ustanovka etken üzerimiz cevap veremiz, karab oturamız. Proşifkesi olsa proşifke etilerdi premoy Kitay'dan. Stansiyalar kontrolda bo'ladi. Hava üzerimiz ustanovka etkenlerimiz. Agar bizda da ustanovka bo'lgan bo'lsa, hammasi как положение standarti bo'yicha bo'ladi. Приложениyalarda sizdan chazom ishlatib turibdi, yetib turibdi, hammasini ko'rib o'tirasiz. И bu приложениyada bizlere gelip turadi, bir panelingiz işlemin kaldımı, inverteringiz işlemin kaldımı, generatsiya bermin durtma, hammasi çıkıp görsentip turadi. Bu через internet işleydi. Bu sistemada zazimlenen muhimligini tushunadi. Masalan, tok o'tmin qolsa, yere o'tmin qolsa, bunga gap keladi. Buna geledi hava. Keyin bundan problema chiqadi. Обязательно zazimleniye bo'lishi kerak hamma yerida. Bu PV sheetnikinden bor, 380 sheetnikinden bor zazimleniye. Bununkinden bayına. Обязательно zazimleniye bo'lishi kerak. Lishniy tok все равно bir korpusa chiqib turadidan u обратно o'zi zemlya yere yuvarib turaveradi. Ortiq tok, Ortiq nava. Hozir beda ustanovkada quyosh paneldan kelgandan inverterni oldindan bir shit qo'yilgan, keyin inverterdan o'tgandan keyin davlat tomonidan yana bir shit qo'yilgan. İki anlama zaşita bor. Zaşita bor. И zazimleniyalar ham bor. Zazimleniya hamma o'zlari. Bu ertangi bir gün inverterni повреждениясini saqlaydi. Saqlaydi. Shunday ustanovka bo'lgan bu obyektimiz ikki dona to'shning shu ko'rinishda ustanovka bo'lgan, ikki inverter ham zazimleniyalari, ustanovkalar hammasi urinda. Mana sizga usta rahmat. Ko'rganingizdek, sizga shu 200 kilovatlik sityovoy tizimimizni ustanovka bo'lgan hamma protsessini ko'rsatib chiqdik. Savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariyada kutib qolamiz. Talab, takliflar ham yozib o'tavering. Kanalga toza bo'lgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada qo'llab-quvvatlab bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Yetirgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi videolarda görüşünce sağ olun.